Iffat serialining 65-qismi 26 dekabr 2025-yil kuni soat 20 da Mening yurtim telekanalida namoyish etiladi va bu qism voqealar rivojida muhim burilish nuqtasiga aylanishi kutilmoqda. Syujet tobora chuqurlashib, qahramonlarning ichki kechinmalari va taqdiriy tanlovlarini yanada ochib beradi. Kamron va Shirinning hikoyasi sadoqat va muhabbat sinovlari orqali davom etadi. Ular duch kelayotgan kutilmagan zarbalar va og'ir sinovlar oddiy dramatik holatlar emas, balki insoniy qadriyatlarning qanchalik mustahkamligini ko'rsatuvchi jiddiy imtihondir. Serial muhabbatning haqiqiy kuchi faqat baxtli lahzalarda emas, balki eng mashaqqatli pallalarda ham namoyon bo'lishini ishonarli tarzda tasvirlaydi. Ushbu qismda hissiy taranglik, mazmunli dialoglar va obrazlarning ruhiy holati yanada chuqurroq ochiladi. Aktyorlar ijrosi tomoshabinni voqealarga befarq qoldirmaydi, sahnalar esa hayotiyligi bilan ajralib turadi. Iffat navbatdagi qismi orqali ham tomoshabinga sadoqat, or-nomus va chin muhabbat haqidagi muhim savollarni o'rtaga tashlab, serialning umumiy badiiy darajasini yana bir bor tasdiqlaydi.